Balish xamiridan bittada o'xshab chiqadigan yumshoqqina somsalar qilishni o'rganamiz bugun. Birinchi bo'lib xamirimizni tayyorlab olamiz. Elangan birinchi sort unimizdan 500 gram solamiz va uni ustidan xona haroratidagi margarinni qirg'ichdan chiqarib qo'shamiz. Bir xil massaga kelguncha ko'rib turganingizdek qo'llarimiz bilan aralashtiramiz. Unimizga xona haroratida turgan 200 gram qatig'imizni yoki kefirni solib, yaxshilab aralashtiramiz va yumshoqqina xamir qoramiz. Xohlasangiz xamirimizga soda yoki razrixita solsangiz ham bo'ladi, lekin bu unchalik shart emas. Usiz ham mazasi ajoyib chiqadi. Xamir qo'limizga ozgina yopishadigan bo'ladi, ko'p un qo'shib yuborish kerak emas. Xamirimizni ustini yopib 10-15 daqiqaga olib qo'yamiz. Somsamiz uchun go'shtli va qovoqli masalliq tayyorladim. Go'shtliga qo'y dumbasidan solsangiz yana ham yumshoqroq chiqadi. Qovoqliga yarim qoshiq shakar solib olish kerak. Xamirimizni kichkina zo'valachalar qilib yoyib olamiz. Somsamizni o'zimiz istagan usulda tugib olsak bo'ladi. Tayyor bo'lgan somsamizni duxovkaga o'rtacha olovga 45 daqiqaga qo'yamiz va yumshoqqina og'izda eriydigan mazali somsalar pishadi. Sizga ham tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman.